Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyemizni başlaymiz. Leksiyada size qajıyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2020 yıl 5. ayının 27. günü haftaga çarşamba. Bugünkü vaziyetten gap qiladigan bo'lsak, hurmatli vatandaşlar, vaqt nuqtai nazarda bir aytsak, bugun Beijingda Xalq vakillar qurultayida Davlat marshi qonun loyihasi ata vaqtiyatini aytganda Xalq vakillar qurultayida Shangang yoki Hong Kongchi davlat bexatarligi qonun loyihasi ovozga qo'yildi. Shu munosabat bilan Amerika tarafdan qo'yib berilgan signallar va boshqa leksiyalarni sizlarga so'zlaymiz vatandaşlar. Bu vaziyat endi bugun 27 kuni CNN'ning virus ofitidan bergan xabarida mundaq dunyo bo'yicha 5 milyon 618 ming 829 nafar kishi yuqumlandi. Vafot bo'lganlar 351 ming 146 nafar bo'ldi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarida yuqumlanganlar 1 milyon 681 ming 793 nafar bo'ldi. Vafot bo'lganlar 98 ming 933 nafar. Virus ofitining hozirgi dunyo va Washington va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vaziyati CNN bugun atgan soat 10dan 31 minut o'tganda Washington sharq vaqti 31 minut o'tganda berilgan xabar vatandaş. Endilikda sizlarga rasmiy mavzu ustida so'zlaymiz. Bugungi rasmiy mavzu bunda Washington Jungo şirketlerge embargo yürgizmekçi bo'ldi. Beijing embargoni amaldan qoldirishni talab qildi. Mavzuli xabar 5. ayning 25. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo haftaning 1. kuni, ya'ni 25. kuni Washingtonning ba'zi Jungo shirkatlariga texnika eksport qilishni cheklash amaldan qoldirishni talab qildi. Amerika ikki davlat, ya'ni Jungo Amerika o'rtasida texnika bexatarlik va kishilik huquq qatorliq masalalar bo'yicha to'qinish davomli yomonlashayotgan ahvolida Amerika Qo'shma Shtatlari embargo e'lon qildi. 25. kuni Jungo tashqi ishlar ministri Moshkullik muxbirlarni kutib olish yig'indi Xinhuaning muxbiri Amerika Savdo ministrligi o'tgan hafta juma kuni Jungo Xinjiangda kishilik huquqqa xiloflik qildi, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda kishilik huquqqa xiloflik qildi degan bahona qilib aloqador Jungo shirkatlarini va Jungoning aloqador organlarini embargo qilmoqchi bo'ldi. Siz bununla keçirenler qandaq baho berisiz deb savol qo'ydi. Bayonotchi Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan javob berib mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf Jungoning aloqador shirkatlari, organlari va shaxsiylarni texnik eksport qilishni o'z ichiga olgan cheklash tizimligiga kirgizib, davlat bexatarligi hukumini umumlashtirib, eksportni boshqarish tadbirlarini qalaymiqon ishlatib, xalqaro munosabatlarning negizlik prinsiplariga xiloflik qilib, Jungoning ichki ishlariga aralashib, Jungoning manfaatiga ziyon soldi. Jungo taraf bundan bak norozi bo'ldi va bundaq harakatga qat'iy qarshi turdi. Javoban kechiringlar, Javlijan yana mundaq dedi. Xinjiangning, ya'ni mustamlika Uyg'uristonning ishlari Jungoning noqol ichki ishidir. Har qanday davlatning aralashish huquqi yo'q. Qaranglar, ay dünya, ay Xudo, ay Xudo.
o'xshashli vaqt xalqaro matbuotlar keng ko'lamda xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi doiralarining Şinjangda, yana mustamlik Uyg'uristonda yo'lga qo'ygan butun jamiyatni nazorat qilib, butun jamiyatni turmalashtirib, boshqarishdan iborat yuqori besimli siyosiy nurg'un yezi kentlar odam yo'q olvoslar kentiga aylandi. Bu siyasetler tüpeyli mustamlik Uyg'uristonda nurg'un yezi kentlar odam yo'q olvoslar kentiga aylandi. Yerli xalqlar bo'lib masalliq millatlar g'azablansa gap qilolmaydigan holga tushib qoldi. Jungo'da to'rdoshlar Şinjang masalasini, yana mustamlik Uyg'uriston masalasini muhokama qilgan so'z iborlar tezlik bilan o'chirildi. Ularning adreslari butunlay abadiy pechatlandi. Undan boshqa BDT va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Jungo'da 1 milliondan ortiq Uyg'urni nazarband qildi deb aybladi. Amerika Savdo Ministerligi o'tgan juma kuni e'lon qilgan yana bir qatimliq embargo qilinadigan shirkatlar va organlar ichida aqliy iqtidori mas'uliyatlarini tadqiq qiladiganlar va yasaydiganlar ko'p. Ularning ichida ko'pinchilari chiroy farqlantirish texnikasini tadqiq qiladi. Jungo doiralari yaqindan beri chiroy farqlantirish, ovoz farqlantirish va qadam oyoq tevishini farqlantirish qatorliq sun'iy iqtidorni taraqqiy qildirish sohasiga g'oyat zo'r mablag' solib, Jungo shirkatlarga ilhom berdi. Avval Şinjangda mustamlik Uyg'uristonda chiroy farqlantirish texnikasini yo'lga qo'ydi. Bu şekilde xususiylar hayotiga jamiyatni tizginlaydigan qiliqlar va jamiyatni tizginlaydigan qiliqlar ve bu texnikadan boshqaroylarda yo'lga qo'yishmi bir masala bo'lib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati mundaq ko'rsatdi. Bu qiliqlar Jungo'da kishilik huquqqa xiloflik qilayotganlik bo'libla qolmasdan, ya'ni bu texnikani boshqa davlatlarga eksport qilib, mustabid hukumatlarning xalqni bostirishiga yordam berib, yer shari bo'yicha kishilik huquq va bexatarlikka tahdid soldi Jungo deb qaradi.